Siz o'zingizga bir-ikki marta telefon qildik. Xabar bor. Bu masalada o'zingizga xabarlar aytganman. Mahalla bankida oldin bitta hokim yordamchisini o'zi tavsiyanomasini chiqardi. Hozir mahalla bankiga tavsiyanoma berish kerak. O'sha dastur yangilanyapti hozir. U bitta bizda emas, butun respublikada shunaqa bo'lyapti hozir. Hamma joyda. Bitta xalq bankida ham emas. Mana oddiy misol so'rang, mikrokredit bankga chiqaradi. Bitta Infin bank mahalla bankining ishlari o'sha bo'yicha kecha biz paxtaborda bitta opaniga chiqardik. Bitta o'sha kredit chiqdi. 15 kunlardan buyon. Qayerga olamiz? Xalqlarga ishonch telefoniga telefon qilganimizda unday bo'lishi mumkin emas. O'zlaringizga chiqdi. Aynan shu odam bo'lish shart emas. Bu sizlar borki yana boshqacha tarafga qarab ta'qib etyapsizlar-da. Sizlar aytyapsizlarki, xalq bankini mahalla bankini cho'qishga yo'q demoqchisiz, to'g'rimi? Unday emas. U mahalla banki haqida ketmayapti. Biz tizimda, yana aytayapman, dasturda kredit beradi. Oldin aytganda siz masalan o'sha mahsulot olib kelsangiz, sizga hokim yordamchisi kelardi, darhaqiqat tavsiyanoma berardi, o'shani chiqardi. Endi o'sha hokim yordamchisiga mahalla bankini ham qo'shdi. O'sha dastur yangilanadi. Familiya aka? Yo'lboyeva? Nechi bo'ldi? Nima olyapsiz? Mol qolganmi? Egasi bergan odam hozir bu nimada ishlaydi, firmada ishlaydi. Qaysi firmaga olgansiz? Firmada bozorda olgan, narxga chiqaradiganiga aktivchilar firmada turmusida bor, yerda ishlaydi, o'zlar nima qilyapti hozir? 2 kunda, 3 kunda boshqarib, bo'lmasa mol yetalab, 2 kunda qilib boshqa kunga borib. Siz maqbulga ishlayapsiz. Ularni sizlar nimaga ishonib turib uni bor mollarni olib kelyapsiz? Endi sizlarga hokim bilan shunday nima qilganiga U hech narsa. U bunga bilasizmi, naqdni tartibini hokim yordamchisi bankni boshlig'i kafil bo'lishi kerak bunda. Men siz tanimagan odamga men kafil bo'lmayman. Biladi chiqmaydi. kafil bo'lmasa ham endi ular olganda men bu narsa uchun borku, bu xo'p ta'minotchi bilan bo'lgan taqdirda ham mumkin edi. Ta'minotchi berib qo'ydi mahsulotni. Chunki shu bo'lyapti-da, mototsikli bor, boshqasi bor o'shalar. Siz lekin naqd pulda olayotganingizga siz haqqingiz yo'q. Bu bor birodan mol olib ketish. Chunki o'sha bozordan olinganda cheklarigacha so'rayapti hozir. Buni endi faqat shu telefon raqamlaringizni aytingizlar. 70 Zarfimga aytaman, borib o'rganadi, borib ko'radi. Chunki bu ko'radi degani nima degani? Bu uchinchi narsa qo'shilyapti. Sizni naqdda kredit olishingiz uchun men kafil bo'lishim kerak. Erta kredit to'lamasangiz, men javobgarligim yuklashadi. Shuning uchun sizni har taraflama ko'rib, bu sizni otangiz, xaridor urug'laringizga kredit bo'lib, chunki pichoqchini 70% muammoli kredit borda. O'tgan safar ham shu holat uchun aytganda pichoqchini nima qilgani uchun bular aybdor bo'lmaydi deb. Yo'q, siz aybdor bo'lish